Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo, ko'ngil xotirjam. Inson uchun eng kerakli bo'lgan ne'matlar ham aynan mana shulardir. Assalomu alaykum qadrli Sport telekanali muxlislari. Sport onlayn ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz. Sahifalar navbati siz kutgan mehmonga yetib keldi. Bugun biz futbol haqida, futbol muxlislari haqida suhbatlashamiz. Shu maqsadda bugungi ko'rsatuvimiz uchun mehmon sifatida tanlagan insonimiz ham aynan mana shu soha vakili bo'ladilar. Aniqrog'i O'zbekiston futbol muxlislari klubi raisi Abdurahmon Fozilov. Abdurahmon, avvalambor assalomu alaykum, xush kelibsiz. Xush ko'rdik. Siz bilan ko'rishtirganimizdan benihoya xursandmiz. Siz bilan asosan o'sha futbol maydonlarida, o'sha ham o'zimiz o'tkazilgan o'yinlarda, ham o'sha xorijda o'tkaziladigan terma jamoamiz ishtirokidagi klublarimiz ishtirokida o'yinlarda ko'rishardik. Mana nihoyat siz bilan mana shu Bunyodkor stadionini, aniqroq akademiyasi majmuasida ko'rishib turibmiz. Undan benihoya xursandmiz. Keling, suhbatimiz avvalida o'sha bugungi suhbatimiz mavzusiga mos tarzda O'zbekiston futbol muxlislari klubining tashkil etilishi va uning faoliyati haqida muxlislarimizga albatta ma'lumot bersangiz. Avvalambor taklifingiz uchun rahmat. Assalomu alaykum hurmatli o'zbek futbol muxlislari. Futbol muxlislari tashkil etishni tarixiga qaytadigan bo'lsak, bu 2007-yilda O'zbekiston futbol federatsiyasi prezidenti tomonidan tashkil etilgan, ya'ni ularning tashabbuslari bilan ushbu futbol muxlislari klubi tashkil etilgan. Bundan yagona maqsad butun O'zbekiston futbol muxlislarini birlashtirish hamda shu bilan birgalikda muxlislik madaniyatini yo'lga qo'yish, shu oldingi vaqtlarda uchrab turadigan stadiondagi har xil nojo'ya gaplar yoki bir qanaqadir nojo'ya hayqiriqlarni yo'q qilish va shu bilan birgalikda o'zbek futboli muxlislik madaniyatini rivojlantirish edi. Hozirgi kunda stadionimizda barcha muxlislar milliy terma jamoamizni bir tana bir jon bo'lib nafaqat qo'llab-quvvatlashmoqda, balki bir qanaqadir chiroyli manzaralarni ham keltirib chiqarmoqdamiz. Va shu bilan birgalikda terma jamoamizning o'yinlarida ham ushbu o'z aksini topmoqda va shu bilan birgalikda O'zbekiston futbol muxlislari madaniyatini butun dunyoga namoyish etmoqda. Biz buyuk ajdodlarga ega xalqmiz. Mana shu muxlislik madaniyati haqida ham gapirganingiz albatta bunda ham jon bor. Mana shu muxlislik madaniyatini o'sha sizning o'sha klubingiz a'zo bo'lgan muxlislarga singdirib borish borasida umuman tarbiyaviy soatlar, mana shunday tushuntirish, tashviqot ishlari olib boriladimi? Albatta, hozir biz avval shu 2007-yilda tashkil etilganda muxlislar klubiga a'zolarni qabul qilardik. Hozir buni qarasak, sal noto'g'ri yo'ldan yurgan ekanmiz va men chiroyli bir taklif bilan futbol federatsiyasiga chiqdim va bu taklifni qo'llab-quvvatlashdi. Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi hududida joylashgan barcha PFL klublari yoki birinchi liga klublari, barcha muxlislar klubi a'zolari bizga a'zo hisoblanishadi. Ya'ni o'z jamoalariga a'zo bo'lishsa, demak ular bizga ham avtomatik ravishda a'zo bo'lishdi. Ularning hujjatlari bizga yetib keladi va o'zlarining hujjatlari bilan milliy terma jamoa muxlislar klubida qanday imtiyozlar yaratilgan bo'lsa, barchasiga egalar. Va albatta o'sha muxlislar klubining rahbarlari bilan suhbatlar olib boramiz. Undan tashqari meni o'zim safarlarda bo'laman. Bu yil ham bir necha viloyatlarda bo'ldim. O'sha safardagi muxlislar bilan birga uchrashib, qanday muammolari bor, uni yechimlarini qanday qilib, balki futbol federatsiya yordamida, balki o'sha viloyat futbol federatsiyasi yordamida muammolarni yechishga harakat qilamiz va albatta tarbiyaviy ishlarni ham olib boramiz, chunki bu muxlislar klubiga qarab boshqalar ham ish tutadi. Ya'ni bular to'g'ri yo'nalish bo'yicha chiroyli madaniyat bilan o'z jamoalarini qo'llab-quvvatlashsa va albatta yon atrofdagilar ham bularga ergashadi. Albatta o'sha terma jamoa, klub, bu albatta o'sha muxlislarsiz o'tmaydi o'ylari. Bu muxlislar klubini o'sha qo'llab-quvvatlashi terma jamoalarimizga ham, klublarimizga ham o'sha raqib jamoalar bilan o'yinda, ayniqsa xalqaro maydondagi o'yinda foyda beradi. 12-o'yinchi deb bekor bejizga aytishmaydi. Umuman mana oldinda futzal bo'yicha Osiyo chempionati turibdi. Biz bilamiz, o'sha futzal ishlarimizni ham sizlar yolg'iz aytib qo'ymaysizlar. Umuman bugungi kunda qanday o'sha tayyorgarlik ishlari olib borilyapti? Futzal terma jamoamizni qo'llab-quvvatlash maqsadida muxlislar klubidan qandaydir yangilik bu safar kutamizmi yoki boshqa rejalar bormi? Bilasizmi, shu 2007-yilda muxlislar klubi tashkil topgandan beri barcha Osiyo chempionatlarida muaddam qatnashib kelmoqdamiz. Har bir Osiyo chempionatiga bir o'zgacha chiroyli tayyorgarlik ko'rdik. Mana oxirgi bo'lgan Osiyo chempionati, Vyetnamda bo'lgan Osiyo chempionatida ham juda ham chiroyli aytaylik ko'rinish berdik
Buni AFK ham o'z navbatida hisobga olib bizga xat bilan chiqib juda ham iliq so'zlarni gapirishdi. Mana bu kelayotgan 2016-yili fevral oyida bo'lib o'tadigan Osiyo chempionatida o'zgacha tayyorgarlik ko'rmoqdamiz. Chunki bu bizni uyimizda o'tadigan Osiyo chempionati va 8 yillik tajribamizni mana shu yerda qo'llamoqchimiz. Chunki bu Osiyo chempionati jahon chempionatiga yo'llanma beradi. O'ylaymizki, biz albatta maqsadimizga erishib, kuchli 4talikka, vaholanki bu kuchli 5talik jahon chempionati yo'llanmasini beradi. Biz kuchli 4talikka, balkim finalgacha borib, muxlislarni xushnud qilaylik va jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritaylik. Futbol ishqibozlarining albatta xabarlari bor. O'sha Yamanga qarshi o'tkazilgan Toshkentdagi uchrashuvda ham, undan keyin mana Shimoliy Koreya terma jamoasiga qarshi o'tkazilgan o'yinda ham Abdurahmon Fozilov yangicha bir qiyofada namoyon bo'ldilar. O'sha buyuk bobokalonimiz Amir Temur qiyofasida. Umuman mana shu g'oya qayerdan chiqdi? Shaxsan kimning bu g'oyasi? Bilasizmi, bu g'oya o'zimning g'oyam. Buni dizayn ham deyarli dizaynerlar yordamida birga chizdik. Buni dizaynni chizish qiyin emasdi. Buyuk bobokalonimiz Amir Temur bobomizni shu bir siymolarida chiqish, ya'ni ko'ramiz haligi Gretsiya maydonlarida greklar o'ynasa haligi Spartaklarni kiyimlarini kiyib oladi. Ruslar o'ynasa bir ayiqlarni bir anaqa nima deydi, timsollarni. Men shunga Yangi Zelandiyadagi bo'lib o'tgan jahon chempionatiga shu kiyimni tiktirdim. Meni o'zimga juda ham yoqdi va eng qiziqarlisi, har bir futbol, Yangi Zelandiyada bo'lib o'tgan har bir futboldan so'ng kamida 1 soat qolib ketdim stadionda, chunki nima deydi, suratga tushish, hamma kelaverdi, suratga tushishni hamma keverdi, yo'q deya olmaysiz, yo'q demaysiz ham, chunki agar yo'q deb siz bu o'zbek madaniyatiga to'g'ri kelmaydi. To stadion chiroqlari o'chguncha o'sha yerda suratlarga tushdik. Lekin bu bilan to'xtab qolmaymiz. Mana bu hozirgina aytib o'tgan Osiyo chempionatiga futzal bo'yicha bir boshqacha tayyorgarlik ko'rmoqdamiz. Endi muxlislar klubi albatta shu O'zbekiston milliy terma jamoasi, O'zbekiston yoshlar terma jamoasi, umuman turli yosh toifasidagi terma jamoalarimizga muxlislik qilishadi, lekin shaxsan o'zingizni o'sha biron-bir klubga muxlislik qilishingizni hal ko'rmaganmiz. Lekin bormi shunday klub? Siz muxlislik qiladigan shu yoshligingizdanmi? Yurakda yagona jamoa bu O'zbekiston milliy terma jamoasi. Jahon miqyosida klublardan aytaylik hech qaysi bir klubga bir qandaydir ishtiyoqim yo'q. Lekin o'g'lim Barselona klubini ashaddiy muxlisi bo'lgani uchun onda-sonda birgalikda Barselona o'yinlarini muxlis bo'lib tomosha qilamiz. So'zim so'ngida 2016-yil yanvar oyidan boshlanadigan futbol mavsumimiz, ya'ni shu Qatarda bo'lib o'tadigan Osiyo chempionati, ya'ni Olimpiya yo'llanmasini beruvchi Osiyo chempionati omad tilab qolaman olimpiyachilarimizga. Fevral oyida bo'lib o'tadigan Osiyo chempionati Toshkentdagi futzalchilarimizga ham omad tilab qolaman. Jahon chempionati 2015-yil barchamizga aytaylik omadli keldi. Milliy terma jamoamizning oxirgi 5 ta o'yinini barchasida g'alaba qozondik. Yangi Zelandiyada bo'lib o'tgan jahon chempionatida omadli ishtirok etdik. Xuddi mana shunday omadli yillarimiz davom etaversin. Yurtimiz tinch bo'lsin, mamlakatimiz obod bo'lsin. O'zbek futboli har doim olg'a qadam bosin. Har doim aytadigan gapim, olg'a O'zbekiston. Albatta, hamisha O'zbekiston terma jamoasi bilan birgalikda bo'lib, ularni qo'llab-quvvatlab, g'alabalarni birgalikda nishonlash barchamizga nasib etsin. Qadrli teletomoshabinlar, bugun biz futbol haqida, futbol muxlisligi haqida suhbatlashdik. Suhbatdoshimiz O'zbekiston futbol muxlislari klubi raisi Abdurahmon Fozilov bo'ldilar.